Assalamu aleyküm süyümlü kırındaşlar. Neç günden orada O'rta Asiyadaki bir Uygur kırındaşımız üzüge namsız bir telefonda vatandan telefon kelip onu qaytib kelishga mecburlıqallık to'g'risida xabar keldi. Bugungi kagacha necha yillardan beri mushu kırındaşımızga o'xshash mana mushu vatandan Xitoyning jasurlarining telefon qilib vatanga qaytishga tahdid qilganligiga oid balki yuzlarcha inson uchur qilgan bo'lishi mumkin. Bugun men buning uchun butun qarindoshlarga gap qilib qo'yishni to'g'ri topdim. Suyumli qarindoshlar, demakki Xitoylar chet eldagi Uyg'urlarni vatanga qaytarish uchun qo'lidan kelgan butun imkonlarni qo'llanmoqda. Ammo lekin kommunist Xitoyning o'yiniga asla kelib qolmanglar. Şundak namsız telefonlar kip kalsa, şu hemen olanı engelli bütünler, ola olan asla paranlaşmalar. Şu çağda sele olanın kutulalayısılar. Ama paranlaştığınla mı, kiçkinam yerenlerini tutuyorlar, boğsa mı, seleye tehdit selip, yüzüge cers bulaşka, ya ki vatani kayıtışka mecburlaydı. Karandaşlarımız. Komünist Xitoyninki zulmi buranqadan ojizlab qoldimi ki, yoki to'xtab qoldimi ki deb asla o'ylab qolmanglar. Komünist Xitoyning zulmi açtiki ojizlamadi. Chunki tarixdan buguna qadar har qanday zolim kuchlangan sari zulmini kuchaytirdi. Qachon ularning zulmi ojizlaydi? Ular ojizligiga vaqtida yoki vayron bo'lgan vaqtida. Ammo komünist Xitoy parchalanmay turib veyran bulmay turup, bizden devletimiz müstakil olmay turup, vatandaki zulüm azlap kalmaydı, astalap kalmaydı. Fakat komünist Xitoy xalqaraga yalğan bir görünüşü verir. Qarindoshlarimiz, anlasak şu chet eldagi Uyg'ur qarindoshlar telefon qilib qaytib kel deyotgan, bizga ishla deyotgan, bütün jas munofiqlarniki bütün Uyg'urlar o'xshash bir gapni qiladi ekan. Yani dedi ki, chet eldeki davaçılarının kıygan davasının nemiga faydası oldu? Palanı pukuru teşkilat neç yıllardan biri nemiş kıldı dep bakkana degan sualını koyduğun qarindoshlar. Yani davanı hiç kanda ilgirilemedi. Bula vatanını asla kutkazanmaydı dep şu qarindoshlarning ümidi kesilsin dep hem şunun kusqidiki fikrini eriş için hareket kılıdı ki. Suyumli qarindoshlar, sizlar belki ularga cevap veremeyeceğim buluşanlar mümkün. Ama sizler için men cevap vereyim. Chet eldeki Uygurlarning meyli şahıs, meyli teşkilat olsun. Bular bu şahıslarning qilgan xizmati bazı teşkilatlarnikidan mı eşip ketilgan qarindoshlar. Xizmati albatta buning ta'siri ko'rinarlik darajada bo'ladi. Buning natijasini ko'rsatib beraylik. Masalan, bu şu hozir bugungi kunda biri Yaponiyada, biri Koreyada, hem başka devletlerde Xitoylar vatanimizda zulüm yok. Yani Uyg'urlar atalmış Şinjan'da rahat yaşayaptı deb turmush olib beryapti. Kameralık hem resim şekilde bular yani Uyg'urlar taraqqiy qilib ketdi. Olg'a besib ketdi. Uyg'urlar bunda jonliq erkin yaşadı deb bütün xalqaroning ko'zini bo'yapti. Buning uchun nurg'un iqtisod ajratyapti. Bütün dünyanın aldaşı hareket kıladır. Mana şu chet eldeki Uygurlarning qilgan davasının neticesi. Navaçında Xitoy haqiqiy kuchli bir davlat bo'lgan bo'lsa, haqiqiy zulm qilmagan bo'lsa, yoki zulm qilib turib chet eldan qo'rqmagan bo'lsa, bu ko'rinishlarni qilishdan nima hojati bor? Shuni yaxshi bir tafakkur qilib boqing qarindoshlar. Nima hojati bor? Chet eldan qo'rqmasa, chet elning besimidan qo'rqmasa, Uygur'un davası fayda kılmadan olsa, nima üçün onda olsa atalmış Şinjan'da zulüm yok, Uygur rahat yaşayamadı, vay bu terakki qilib ketdi deb buni teşvik qiladi. Nima üçün atalmış bütün Cumhuriyet'in teşvikatını qilmay, atalmış Şinjan'ın teşvikatını qiladi? Demek qilayotgan davasımızın neticesi bu. Bizning qilayotgan davasımız fayda qilmagan bo'lsa, nima üçün kommunist Xitoy chet eldagi ba'zi hatto so'zda mo'llam teşkilatlarni olib kirib vatanni ziyorat qildi. Neç yılınızı takılıp kalgan, to'p esib ketgan, tup besib ketgan masjidlarni tozlatib, camilarni tozlatib, üzerinki o'ydirib chiqargan jas imomlarini chiqarib, hattoki shu mahalliy kishilarni majbur namoz o'qitib,
şu ziyaretçiler, sayahatçiler, bazı reisler meczualı köset kırındaşlar. Ya bizden kıygan davasımızın payda kılmagan bolsa, komünist Xitayni şu camini açqızışqa, şu meclisde tazıtışqa, aşağı cemaatla yığışqa nime sebepçi oldu? Nime üçün Xitay bu gün qep kaldı? Demek mana bu bizden chet elde kılavatkan davasımızın neticesi kırındaşlar. Bizden davasımız menfaat kılmagan bolsa, komünist Xitay net yıllardan bir itivetken çıgırar. Neç yıllardan bir chet elden sayahatçı mı, muhbir mi kilenmeydiğen bizden vatanımızın şıkkını nime üçün eçip etti? Nime üçün? Nime üçün kürünüş kılan bazı meclislerini eçip koydu, yani bazı meclisler çekip itildi, bazı meclisler yani şu takılık etti. Hatta muşu chet elden bir muhbir yoki bir reis kelse hemen tüvendikiler haber kılıdıkken vatanda. Meclislerini eçinler. Cemaatlerin meclisi başlanır, palanı kür, palanı saatte muhbirler geldi ya başlıklar geldi deyirken. Bunun nime sebepçi oldu? Bana bu chet eldeki Uygur'un kıygan davası sebepçi oldu. Suyumlu kırındaşlar, komünist Xitay bütün dünyanın gözünü bu yaş. Bütün Müslümanların özgü celip kılış. Hem bizim vatanımızı işgal kıyganlık, bizdeki koşu devlet olgan. Devletlerini işgal kılış için. Hem ticaretin canlandırış için. Kılıdığın kılık tapanmayadır kırındaşlar. Xitay çatelde nurgulluğun tor, internet, medya, haberçilini seteveler, silini bizni karlap, nurgulluğun iktisadını tor teşvikatı ışıltıvadır. Bu nime bizden kıygan davasımızın neticesi kırındaşlar. Çünkü meyvelik derekka hemmeden taş etip bakadı. Meyvesiz derekka hiç kim taş atmaydı. Demek biz meyve bilevatemiz. Bu davada meyve belgelikimiz için Xitay'ın işleri her tarafımız için taş çam etivatır kırındaşlar. Şunun için kırındaşlar davasımızın asla vazgeçmeyle, kılgan davasımızın ne bir faydası oldu dep oylanıp kalmaydı. Erkandan netice bıraklı olmaydı kırındaşlar. Bıraklı olmaydı. Bir üniversite püttürüş için, üniversite püttürüp hizmet uruluş için insan ana sınıftan tat, başlangıç mektep, otturu mektep, tuluk mektep, üniversite püttürgendiğin keyin o neç yıllık musafını besip ötkendiğin keyin o insan imtihandır öz anne hizmet kuruluşu kırındaşlar. Neticeni andın kürüdü. Mana bizning bu vatanimizdan müstakilliği mana muşundak cereyanlarını besip ötkendiğin keyin andın vatanimizdan müstakilliği kulumuzga alamiz kırındaşlar. Hiç iş hemen bulap kalmaydı. Bir ulug' anımı evlat tug'ishda buyundan bilan birga bo'lib ayda tug'ib etmaydi qarindoshlar. Bir halal ayol bir to'shak ichirib 9 oy 9 kunni o'tkazib, necha to'lg'oq yeb, necha kech kunduz, necha seziklikni yeb, necha nurg'un jafo mushaqqatni chekkandan keyin bir ana siladek bizning evlatni tug'di. Hech qanday ish hemen bo'lib qolmaydi qarindoshlar. Mana bunun neticeге eriş için vakit gerek, cereyan gerek, bedel gerek. İnşallah bu bedelle biz ötevatımız, inşallah o neticeni hem biz görürüz. Xuddi bir ana neçe ay, neçe gün kusak götürüp bala tuğup, şu tukkan buğağını kucak algan vaxtida bütün cefasını unutup ketkenlik, bizim vatan müstakil bo'lgan vaxtida mana bu ko'rgan bedellerimizni, cefalarimizni unutup ketimiz inşallah. Allah ümit var olaylı qarindoshlar. Herkes kılavatkan işimizden neticesi bulmadı demeyle. Meyle her bir guvalık vergen qarindoshlar. Meyle namoyishda, meyle qurolliq jang qilaman deb o'zini tayyor qilavatgan qarindoshlar. Meyle qo'l yozib yozavatgan, meyle diniy tabliq qilavatgan ustozlar, meyle ziyolilar, meyle olimlar, meyle mushu da'vat hisobini maxfiy oshkor chiqaravatgan baylar. İnşallah bunun neticesi dünya ahiret ko'rsinlar. Allohdan umidinglarni o'zingga ol. Mana şu kıygan davasımızın neticesi xalqarada Xitayni en qiyin, en nachar hale tushirib qo'yayotir. Xalqaro vaziyatda davlatlar bilan bo'lgan munosabatda Xitoylar çok qiyinchilik chiqayotir. Hech qanday davlatning ishonchiga erishilmayapti. Ularning ishonchiga erishgan nurg'un badal to'layotir. Shuning uchun Xitoy bizning vatanimizni ishg'ol qilgandek, bizning kichik, bizning ojiz davlatlarni ishg'ol qilinmayapti. Çünkü kirenmayapti, o'yin o'ynayolmayapti.
Hammasi nima sababchi? Mana bizning chet eldagi har bir Uyg'ur yosh qiz o'g'illarimizdanki qiygan da'vo sabab qarindoshlar. Kommunist Xitoy mana shu da'voning nimaga pay suratida da'vat qilganlarga, shu munofiqlarga bu so'zimni evatib qo'yinglar. Men shu degan hatto demagan nurg'on so'zlar bor. Biz kommunist Xitoy o kadar zarba beryapmizki, kommunist Xitoy shu qadar qiyinchilik qo'yapmizki, taraqqiyotga shunda to'sqinlik qilyapmizki, Xitoy ichidan tug'ib yutib boradi. Ichidan bora tashib yutib boradi. Mayli Xitoy meni boykot qilish, mayli Xitoyni xalqaro resvo qilish, mayli guvohlik berish, mayli namoyish qilish, mayli qurolliq askarlarimizning tayyor turish, hamma har bir ishlarimiz, har bir yozmamiz, her bir faaliyetimiz komünist Xitoyning ko'ziga mahvolab sanchilayotdi. Madem chet eldagi Uyg'urlarning qilgan davosining Xitoyga ta'siri bo'lmasa, Xitoyga tavritanmasa, nima uchun Xitoylar har bir Uyg'urga hujum qiladi? Nima uchun Abdulhamid Uyg'urdagi shoirimizni o'ttiradi? Nima uchun ziyolilarimiz ba'zi olimlarni yo'q qiladi? Nima uchun ba'zi baylarimizning iqtisodini ham jilni yo'q qiladi? Vatanlik Uyg'urlarni o'ttagini, turmuş usulini alsagini chet ellik Uyg'urlarning erkin nafas oldirmaydi. Nima uchun chet ellik Uyg'urlarning birligiga bir va barobarlik bo'lishi to'sqinlik qiladi? Xitoy qo'qqonlik uchun. Ya'ni chet elda qilgan har bir ishimizningki kommunist Xitoyga ta'sir bo'lganlik uchun, zarar bo'lganlik uchun, kommunist Xitoyningki parchalanishiga, yiqilishiga, rasvo bo'lishiga sababchi bo'lganlik uchun. Biz chet ellik Uyg'urlar davosimizning taraqqiyotini ko'rmagan bilan, ammo kommunist Xitoylar bek yaxshi ko'ryapti. Chunki har qanday ziyon tatqichi ziyonni bilgan bilan, ziyon tatqish oson bilan mayl qarindoshlar. Har bir qilgan davosimiz, har bir qilgan so'zimiz, har bir qilgan ishimiz kommunist Xitoygacha janadek petavatır qarindoshlar. Jannaning ta'mini kim biladi? Shu patqan ichki chiganadan biladi. Şu Xitoychilik bilan ma'vatimiz afsus. Shuning uchun vaz kechish yo'q. Umid kesish yo'q. İnşallah Allah'a bo'lgan imonimiz, Allah'a bo'lgan ishonchimiz bilan Alloh xolasa birlik va barobarlikda vatanimizda cho'qim mustaqil qilamiz. Kommunist Xitoyning eng qo'rqadigan bir ishi nima? Xalqningki bir raisning oqiga egishib menib kelish qarindoshlar. Shu Xitoy o'zining saqta reislarini o'zi saylab chiqyapti. Turkiyaga Xitoy qonxo'r kelib desa, Turkiyada ma'lum bir dernekning, ma'lum bir tashkilotning, ma'lum bir boshliqning, mendan boshqa bir Uyg'ur erkakning oshkor qarshi chiqqanini ko'rdinglarmi? Ko'rmadinglar. Chunki bu tashkilotlar, bu derneklar shu ma'lum ovozini chiqarmay ko'zini yumganlar, jipini o'sha Xitoyning qo'lida qarindoshlar. Xitoy setilib qo'ygan. Vicdan imanı setib etkenler. Xitoy mana mushular orqali davoni kontrol qilaman deyapti. İnşallah buna ruxsat qilmaymiz. Buna fursat vermaymiz. Xitoyning bunda osh yurib, go'sh yurib, pul verib, oltin berib baqqan bu jasuslar uchun arzimas bir ishdan iborat bo'ladi. Qilgan ishi hech qanday davosini to'sqinlik qilinmaydi. Ba'zi ittifoq qarindoshlar shunda havildaydi. Ama yagi inishib qo'ysanlar, qo'rqini qisib qochadi. Mana bu Xitoy ishlayotgan, ba'zi so'z tashkilot, dernekning ishchiqiravagan, to'piga chiqavergan, bu Xitoyning jashlarining hammasi ash qo'rqini qisib qochgan ishtiqqa o'xshaydi qarindoshlar. Nega borsak, qo'rqini qisib qochadi. İnşallah bizningki irodamiz, g'ururimiz, vijdonimiz, imonimiz, birligimiz, mana shu mujodalamiz bo'ladi ekan, Alloh xolos chuqib vatanimizni mustaqil qilamiz. Allah bir gün olsun burun vatanımızı qutqazgan nasip etsin. Sözüm köpeyip kesse, anla berip gitip kalmağına bugün muşunçilik sözley, muşu avazımını yak doğan qarindoshlar, bütün dünyadaki Uyg'urlarga taqitib qo'ysanlar, xo'sh bo'lamiz. Xitoyning o'yina kelib vatan qaytib qalmanglar, vatan qaytgan bechoralar zar chiqyapti, pushaymon qilyapti, berib qani tövbe qilyapti, chunki jasuslikka majburlanyapti, qabul qilmagan udul turmaychilib ketib boradi. Şunun için vatanda Xitoyga ishtolab, jasulab yaşaganda chet elda qarindoshlar xorlansak mı, jafo tortsak mı, mushaqqat ko'rsak mı, vijdonimiz, imonimiz bilan yashaydi qarindoshlar. Hijratda umid bor qarindoshlar.
hicret kılmay turib vatanni xalq qutqizadigan ish bo'lsa, payg'ambarimiz hicret qilmagan bo'ladi. İnşallah bu hicretni qildikmi, oxirigacha bu hicretni mustahkam turaylik. İnşallah birlikte vatanimizni qutqizaylik. Assalomu alaykum.